yer yuzida to'proq oldin paydo bo'lganmi, qum oldin paydo bo'lma degan fikr bor bizda. Suv oqovaning qudug'i oldin paydo bo'lganmi, asfalt oldin paydo bo'lganmi? Mana bu qurilishda chiqib kelib mashinalar ustida sakrab o'tish kerakmi? Qandaydir bir yo'lni yechimini topish kerakmi? Bu ham avangard, yangi uslubda qurilayotgan yo'llardagi holatlar. Shu yerda ozroq texnologiyamiz buzilibdi-da, suvimiz ariqdamiz, kulmak bo'lib qolibdi. Yo'lning o'rtasida chiroyli bo'lib kulga aylanyapti mana. Orol dengizini ana shunday to'ldiramiz nasib bo'lsa. Bilmaganlar bilsin, Qamashida asfalt qurishning yangi texnologiyasi. Boshqa davlatlardan kelib o'rgansa bo'ladi, mana shu Qamashdan kelib. Yo'llarimiz juda chiroyli, o'rtasida ariqi bor. Hali hech qaysi bir yurtda, hech qaysi davlatda asfalt o'rtasida ariq qilib ko'rmagan odamlar. Mana suvlar kunlab chiroyli bo'lib oqib turadi asfaltda. Ariqlarimiz suvlari oqishi chiroyli oqyapti. Bu asfalt chiroyli qilib yuviladi bu. Mana bunday to'siqlarimiz bor. Bunga ruxsat bormi yo'qmi? Buni kattalar biladi. Prezident qarorlari bilan to'siqlarda Vazirlar Mahkamasi qarorlari bilan to'siqlar qo'yish mumkin emas deb yozilgan. Qamashida asfalt qilishda eng yangi usuli bu. Yo'lning o'rtasida ariq qilinadi. Ikki chetdagi suv o'rtaga tushib, ariqdagi asfaltdagi haqiqatni yuvib ketaveradi. Mana shunday chiroyli bo'lib. Ko'chamizning mana boshidan oxirigacha o'rtasida ariq ketgan. Bu yangi asfaltning yangi usuli. Mana shunday yo'llar o'rtasida kulmaklar hosil qilib, mashina ostida yuviladi. Yangi asfalt qurishni Qamashdan kelib o'rgansin odamlar. Qamash ko'cha yangi asfaltning ahvoli. Mashinalar yurishi yo'l o'rtasida kulmaklar paydo qilib qo'yamiz. Mashinalar yutgan qaytganda yuvilish kerak tayi. Bu asfalt qilishning yangi usuli. Qamash ko'chaning yangi asfaltlaridan.